Bugun juda ham chiroyli bo'lib ketibsan. Rahmat. Aytgan narsam olib keldingmi? Ha, olib keldim. Hozir. Mana. Rahmat. Bu senga. Voy, nima bu? Sen yoqtirganing. Yo'q, Wow. Rahmat. Mayli, men darsga kiraman. Ma, hammaga imzo qo'ydirasan. Ikkita uchtasi qo'yib bermayman deyapti. Nima qilish kerak? Boshqa odam qo'ydirishim kerakmi qo'ydirgani? Xo'p, tushundim. Qalaysan? Yaxshimisan? O'zi yaxshimisan? Nimaga yo'qqa yo'l olding? Bitta arzimagan imzo. Tushunmadim, qanaqa imzo? Dilshod opa sendan pul olgani haqida. Nimalar deyapsan? Esing joydamisani? Dilshod opa unaqa qilolmas. Dilshod opa hech qachon unaqa qilmaydilar. Senga nima? O'rniga yaxshigina pul beraman deyapman. Guvohlik ber bo'ldi. Bekorlarni aytibsan, tuhmatchi. Men unaqa qilmayman. Aziz, nima qilmoqchisan o'zi? Mabodo qo'l oyog'ing sinsa kim ishlaydi? Mahallangda sanxina gap-so'z ko'payadi. Keyin ota-onang qanaqa bosh ko'tarib yuradi? Otang oddiy aravakash bo'lsa, 5 ta qizi bor oilaga ortiqcha gap-so'z kerakmi? O'ylab ko'r. Ertaga javobingni kutaman. Agar birovga g'ing desang, sharmanda bo'lasan. Bu nima qilganing? Xo'sh, taklifimni o'ylab ko'rdingmi? Yo'q. Unda oying o'g'ri sifatida ishdan haydaladi. Sen? Jam, ertaga o'zingni ham noming o'g'riga chiqishi mumkin. Bolaga bir og'iz so'zim. Yo'q. O'ylab ko'r. Seni kim ham himoya qila olardi? Bitta farroshli qizi bo'lsang. Hatto oting ham yo'q. Yaxshilab o'ylab ko'r. Agar seni ham onangni ham o'g'riligini isbotlasam, bir kunda maktabdan haydalasanlar. O'sha Dilshod opang ham yordam bera olmaydi. Ishonmang. Men ham oyim ham o'g'ri emasmiz. Salani qanaqa o'g'ri qilib ko'rsatish bu meni ishim. Ishon, oying shunaqangi sharmanda bo'lasanlar, ko'chada yura olmay qolasanlar. O'ylab ko'r.